Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Biz kelishib oldik. Tramp Eron bilan muzokaralar tafsilotini ochiqladi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bugun 23 mart kuni AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlarga Washington-Tehron vakillari bilan juda samarali muzokaralar o'tkazganini, har ikki tomon asosiy masalalar bo'yicha umumiy til topganini ma'lum qildi. Uning so'zlaridan Reuters va NBC News iqtibos keltirmoqda. Bizda juda samarali muzokaralar bo'ldi. Ko'ramiz ular nimaga olib kelar ekan. Aytishim mumkin bo'lgan gap shuki, biz aksariyat muhim masalalar deyarli barchasi bo'yicha kelishib oldik, deydi AQSh prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda Amerika tomonidan uning kuyovi Jared Kushner va maxsus vakili Steve Witkoff ishtirok etgan. Tramp Eron tomonidan kim qatnashganiga aniqlik kiritmagan, faqatgina u yuqori martabali va hurmatli yetakchi ekanini qayd etgan. Tramp shuningdek muzokaralar tashabbuskori Tehron bo'lganini da'vo qilmoqda. Axios nashrining manbaga tayanib yozishicha, Washington va Tehron o'rtasidagi muzokaralarda Turkiya, Misr va Pokiston vositachilik qilgan. 2 kun davomida ushbu 3 mamlakat tashqi ishlar vazirlari, Amerika va Eron tomonlari Steve Witkoff hamda Eron TIV rahbari Abbos Aroqchi bilan alohida muzokaralar o'tkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Washington bilan muzokaralar Eron parlamenti spikeri Muhammad Bog'ir G'obilov olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp samarali muzokaralar munosabati bilan Pentagonga Eron elektr stansiyalari va energetika infratuzilmasiga berilishi rejalashtirilgan zarbalarni 5 kunga kechiktirishni topshirgan edi. Eron esa AQSh bilan muzokaralar bo'lganini inkor etmoqda. Tehronning fikricha, Tramp Eronning harbiy tahdidlari yanada ishonchli bo'lib qolganligi sababli muhim infratuzilmaga hujum qilishdan voz kechgan. Agar AQSh Eron elektr stansiyalariga zarba bersa, Eron Ormus bo'g'ozini butunlay yopib qo'yadi. Bu haqda Xatam al-Anbiya harbiy qo'mondonligi markaziy shtabi vakili Ibrohim Zalfag'ariy ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Eron tahdidlari amalga oshirilsa, bo'g'oz zarbaga uchragan Eron elektr stansiyalari qayta tiklangunga qadar yopiq bo'ladi, deb yozadi Fars agentligi. Shuningdek, uning aytishicha, hujumlar sodir bo'lgan taqdirda Tehron Isroilning energetika infratuzilmasi hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari obyektlarini zarbalar uchun nishon sifatida ko'rishni ta'kidladi. Bundan tashqari, uning aytishicha, Yaqin Sharqdagi AQSh manfaatlari mavjud bo'lgan kompaniyalar, shuningdek, hududdagi Amerika harbiy bazalari joylashgan mintaqa mamlakatlarning elektr stansiyalari ham zarba ostida qolishi mumkin. Eron Isroil shaharlariga zarba berishda davom etmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. 21 mart kuni kechqurun Isroilning Dinamo va Arad shaharlariga raketa zarbalari berdi. Hujumlar oqibatida 100 dan ortiq kishi jarohatlandi. Ayrimlarning ahvoli og'ir. Arad shahrida turar joy binolari vayron bo'lib, shahar markaziga jiddiy zarar yetgan. Dinamoda ham turar joylarga zarba tushib, o'nlab insonlar yaralangan. Hozircha halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Hujumlar sabab mamlakatlarda darslar qisman bekor qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bu voqeani og'ir kecha deb baholab, javob zarbalari davom etishini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga navbatdagi ultimatumni qo'ydi. U 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini blokadan chiqarish va aks holda mamlakatning energetika obyektlariga yo'q qilish bilan tahdid qildi. Bu haqda u 22 mart kuni o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozdi. Eron armiyasi Oq uy rahbarining tahdidiga darhol munosabat bildirdi. Agar Eron shu daqiqadan boshlab 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini to'liq va tahdidlarsiz ochmasa, AQSh ushbu mamlakatning turli elektr stansiyalariga eng yirigidan boshlab zarba beradi va ularni yo'q qiladi, deb yozdi Tramp. 3-jahon urushi allaqachon boshlangan bo'lishi mumkin.
Vuchich. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich 3-jahon urushi ehtimol allaqachon boshlanganini va global mojaroning oldini olish nihoyatda qiyin bo'lishini aytdi. Vuchichning so'zlariga ko'ra, eskalatsiyadan, vaziyatdan keskinlashuvdan ehtimol hali qochish mumkin, biroq u bunga olib boruvchi oddiy yo'lni ko'rmayapti. Chunki yirik davlatlarning manfaatlari shunchalik xilma-xil va ahamiyatliki, hech kim shunchaki keskinlikni xohlamaydi. Shuningdek, u Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlar deyarli muqarrar ravishda yangi mojarolarga olib kelishi haqida fikr bildirgan. Serbiya prezidentining baholashicha, Eronning Qo'shma Shtatlarga ko'rsatayotgan qarshiligi katta yo'qotishlarga qaramay boshqa davlatlarga signal yubormoqda va ularga qog'ozda ancha kuchliroq ko'ringan davlatlarga ham qarshilik ko'rsatishi mumkinligini isbotlamoqda. Serbiya prezidentining ushbu bayonotlari uning mamlakat uchun olib borayotgan xavflar haqidagi so'nggi ogohlantirish fonida yangradi.